Diqqat, fuqarolarga tezkor xabar. Prezident qarori 2026-yildan boshlab bayram tuhfasi barchaga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, 2026-yildan boshlab minglab yoshlar uchun katta imtiyozlar joriy etiladi. Prezident farmoni kuchga kirmoqda. Harbiy xizmat bepul bo'lishi va haydovchilik guvohnomasi uchun davlat pul to'lab berishi mumkinligini bilarmidingiz? Bu yangilikni albatta oxirigacha ko'ring, yoshlar uchun katta imkoniyatlar beriladi. Prezidentning yangi farmoniga ko'ra, 2026-yildan boshlab kambag'al oiladagi yoshlarga qator imtiyozlar beriladi. O'zbekistonda 2026-yil 1-fevraldan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan. Oilalardagi yoshlarga quyidagi imtiyozlar beriladi. Safarbarlikka chaqiruv rezervi, harbiy xizmatni bepul o'tash tartibi joriy etiladi. Yoshlar daftari jamg'armasi orqali avtotransportlarga haydovchilarni tayyorlash o'quv kursi xarajatlari qoplash bo'yicha subsidiya haydovchilik guvohnomasi uchun A, B, D va DY toifalari uchun to'lab beriladi. Aziz do'stlar, ushbu xabar ostiga like bosing va videorolikni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.